Assalomu alaykum Oybek ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, YouTube, Instagram, Telegram barcha ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari. Akalar, hafta kuniga 23-aprel biz bugun Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Qatag'onsaroy qishlog'idan xudo xolasa Optimchi legendarniy hunarchilarni sotadigan Nurmuhammad akamning xonadonlaridamiz. Akalar, xudo xolasa bugun Greenfordlarda ham zo'rlaridan, shvedlarda ham zo'rlaridan bo'lar ekan akalar. Xudo xolasa video davomida o'tkazmasdan ko'rib borsalaring inshaalloh barchasi narx-navosini yoritib boramiz. Akalar, xudo xolasa qo'ldan kelgancha biz sizlar uchun mehnatdamiz. Mehnatimizni qadrlab shu joygacha ko'rgan bo'lsalaring bittadan like va obuna tugmalarini bosib qo'yish esdan chiqmasin. Ha, Nurmuhammad aka. Oybek, ikki obunachilarga bitta tomoqni beribsiz aka. Tomoq ketdi, mashina ko'p berib qo'yibsiz. Akalar, obunachilar sizlar uchun 2 dona legendarniy germanskiy shvedlardan bor ekan akalar. Mashalloh, mana uni ko'ringlar. Aka, sal shu yoqqa to'g'ri hali olam turib qolyapti u, ana akalar. Mana shvedlar, mashalloh. Ko'ringlar. Nima deysizlar? Kalla boshlarini ko'ringlar, mana nima oldi. Mana nima oldi. Ikkalasi, Fatima Zuhray, mana ko'ringlar. Nurmuhammad aka 7 ishtilari qalay aka bularda? Oybek, ishlar sinovdan o'tdi emas, xudo xolasa. 7 ishtilari sinovdan o'tdi deyilyapti. Mol turishini ko'ringlar akalar. O'zi ham kichkina narsa emas. Bo'y basti qancha ekan aka? 1.5 plus. 1.5 plus variantda jigarlar. Mollar nima deyapti akalar? Xudo xolasa xunojinni boqaman, zo'rini boqaman men aka. 5-10 ta boqmayman, 4 ta sifatlisini boqaman degan akalar uchun oq quloq, oq tumshuq, toza shvedlarda taklif qilamiz. Oyoq qo'llarini ham ko'ringlar, dumaloqligini akalar. Nurmuhammad aka, bunday qilaylik. Narxiga kelaylik buni unda. Ikkalasini bitta aytaman. Ikkalasini bitta ham yakkalab ham aytib qo'yasiz-da. Yakkalab ham sotaverasiz, to'g'rimi? Yakkalab ham sotaman. Xo'p. 11.500.000 xayri bor. 11.500.000 so'mdan xayri bor. Xayrisi bor. Endi bu siz aytishingiz aka. Men bitta gap gapiraman. Hali 100.000 qilsa, haliga bachkanachilikka kiradi. Bunda 300.000 so'mdan 600.000 so'm o'tib berasiz, 11.200.000 so'mdan bo'ladi. Yakkalab olganga. Ha, nimaga rangingiz o'zgaryapti? Oybek, ikkalasini olib boqsin, ikkovini. Chupiga. Hop. 20 million so'm xayri bor. Yo, hozir 22 million so'm ikkalasini xayri bor. 22 millionga xayri bor bu jupiga. Yakkalabga hali aytgan narxingizdan yakkasi jupiga, yakkasi 11.200.000 so'm. 10.200.000 so'mdan akalar, labz olib-da. Gap so'z yo'q. Akalar, xudo xolasa men sizlar uchun qo'limdan kelgancha tortishib, talashib qo'yaman akalar. Chup olaman deganga 22 million so'mga xayrisi bor. Taglan ko'ring. Akamda boru ishini o'rnga tomoq tuga bo'lgan, o'nlarga men qaytarib gapiryapman. Iloji yo'q, endi boshqa qo'yadigan odam yo'q akalar, lekin buni molni badanni ko'ringlar. Xudo xolasa o'ta go'zalidan deganlari mana shu varianti bo'ladi. Yaxshi Nurmuhammad aka bo'ladi. Baylavering aka, endi ko'rsataman desa ko'z to'ymaydi akalar, mana uni ko'ringlar, molni. Akalar, videoda qanday ko'rinyapti bilmadim, lekin kesalaring shuni mol 100% yoqadi. Kelib olaveringlar, nimaga uyaltiramaydi ham, ko'rib olasizlar, ko'ringlar mana molni. Badanda tozaligini akalar. Xudo xolasa go'zal variantlari aynan mana shu xonadonda akalar. Endi mana ularni ko'ring. Oybek, bitta qorasini ko'rsataylik endi. Chakana emas. Akam gapiryaptilar, agar mikrofonda chiqayotgan bo'lsa chiqayotgandir, lekin agam gapiryaptilar, agar eshitilmayotgan bo'lsa o'rinlarga men qaytaraman. Mashalloh, mana uni akalar. Mol nima deyapti, jigarlar? Mana molni ko'ringlarchi. Faqat tolka sigir qiladigan variant. Akalar, bular semirtirib so'yishga o'val deyman men. Nimaga desalaring, buni ko'ringlar. Shu holatiga buqa bo'lib qolmaydimi, ha? Shu holatiga buqa bo'lsa 15,5-16 lik buqa bo'ladi. Ko'ringlar, hozirgacha kimizda yelkaladi ko'ringlar uni badanda. O badan yaltiraydi akalar. Xo'p, Nurmuhammad aka, siz o'rningizga gaplaringizni gapirdim. Tomog'ingiz og'riyotganini, narxini aytib qo'ying hech yo'qsiz. Bo'yi 1.10 o'xshadi. Bo'yi 1.10, 7 ishtlari как положено o'sha garantiya, o'sha garantiya. Ha. Mana 11.800.000 narx aytamiz. 11.800.000 so'm. Kami bor, xayri qilib beraman. 11.800.000 so'm kam bor deyishyapti. Mol. Hozir 100.000 so'rab qo'yay yana men. 11.700.000 kam bor-da. Bo'laveradimi? Endi 100.000 so'm so'rab qo'yapman. Oybek, siz hurmatingizga 200.000 kam bor.
200 ming ötüp beraman. 100 ming emas, 200 ming ötüp beraman. Bo'ldi, Telefon gapni barakasimi 11 million 600? 11 million 600 ming so'm oltichalik yetkazib olib beraman. Akalar, nima deysizlar? Aka men shart maqsadga o'tib qo'ya qoldi. Xudo xolasa akalar, kelib ko'ringlar, ey, ishonaveringlar, yuzga uyaltirmaydi mollar. Aka joyiga bo'ylavering. Gap yo'q. Xudo xolasa mollar bor-ku, akalar. Havas qiladigan mollar, ko'ringlar mana. Endi aytasizlar, narx unaqa, bunaqa. Akalar, bitta narsa bor-da, bozorchi mana bu go'shtni narxi qassob akalar bilan ham ko'p gaplashib muloqot qilib turamiz. Bu go'sht bu erkin xalqning narsasi akalar. Misol uchun go'shtga qarab narx-navo ko'tariladi deyiladi. Shunday xalqning narsasi. Misol siz bilan men akam ham mol boqadi, o'g'lida hamma molni boqib olib chiqib akalar sotadi. Sotgandan keyin foyda qilib siz ham maza qilasiz. Sotibda, mana bunday olinayotgan vaqtda ham sizga o'xshagan bitta dehqon aka sotadi. Buni to'g'ri tushuninglar. Misol uchun bularni qo'lida bo'lsa yo meni qo'limda bo'lsa, bu mollarni 5 million, 3 millionga tushirib qo'yib, o'zimiz ham 20 ta 30 ta boqamiz. Lekin bu har bir insonni nima desa bo'ladi, o'zini bir hozirgacha holat, misol uchun hamma narsadan kelib chiqib olinadi. Bu narx-navo bozorlarda ham ko'ryapsizlar. Haligi o'zimiz osmonni qo'yib olganimiz yo'q. Kelib ko'ringlar, misol uchun bular ham bozorning odami, hali faqat yutib sotib boshqa joyda haligi xuddi indamay yuradigan odamga o'xshab yurmaydi akalar. Bozorda ham o'zini o'rni bor akalar. Nima demoqchiman? Hech qayerda arzon bo'lgan yo'q. Zo'rini olinglar akalar, garantiyasini olib boqinglar bo'ldi. Bitta narsa shu, ixlos qilib boqinglar. Aka, bu Greenford qaydan ushlab keldingiz buni? O'zim firmadan kelib qoldi. Yaxshi mol olganingizga firmaga ham o'zi chaqirishyapti siz-a? Xohlasa o'zijon. Joningiz sog' bo'lsin akalar, ko'ringlar mana uni. Orqa boshda, orqasida giydi. Aka, sal shu yoqqa torting mana, salqin quyosh urib qo'yganiga mol yaxshi ko'rinmayapti. Akalar e'tibor beryapsizlar mana orqa boshda. Bo'ylari qancha aka? O'zijon 120 ga olishadi. 120 ga? 123 chiqdi, 120 ga. 123 chiqibdi akalar, 120 ga olaverasizlar mana. Buni mol. Haybatli mol akalar. Aka, 123, 120 plyusga olishyapti. Yedishtisi zo'r ko'rinib turibdi. Narxchi? O'zijon 18 million 500 ming so'm narx aytaman. 18 million 500 ming so'm. 20 million yo'q narsa. 18 million 500 ming so'm. Xayrni qilib beraman chiroyli. Akalar, 20 million so'm yo'q narsa uka. Menga ham yengiroq sotaman. 18 million 500 ming deyaptilar. Nurmuhammad aka, bunda bitta gap gapirib qo'yay. 18 500 demang, 500 ni qirqib tashlang. Bo'laveradim 18 million so'm yana ozgina o'tib berasiz. Nimaga maqsad olish? Endi to'g'ri kelsa. Yana hali o'zingiz hisobingiz chiqmasa, bu videoda hali qilish boshqa emas. Men so'rab qo'yapman. Endi hozir 15 million, 13 million so'rasam, bu unaqa narsa emas, u aqlim yetib turibdi. Shunga 500 ming so'm so'rab qo'yapman. O'zijon 18 million 200 ming kami bo'ldi, kami yo'q barbar aka. Baraka akalar. 800 ming. 17 million 800 oldim. 17 million 800 bo'ldi, kami yo'q barbar aka. Gap yo'q. Martlaringiz bor-da shunaqa akalar. 500 ming so'm so'rasam, oyba yana 200 ming o'taman kami yo'q. Baraka deyishyapti deyaptilar. Akalar, endi nima deysizlar bu? Xudo xolasa, akalar, narxlar, mollarning holatiga nisbatan yaxshi bo'ldi. Nima deymiz? Ekran ostidagi nomerlarga aloqaga chiqib, xudo xolasa akalar, endi akam tomog'i og'riyapti. Qo'ldan kelgancha biz ham yordam berdik akalar. Bemalol aloqaga chiqib, akam bilan savdolashib olaverasizlar. Xo'p, aloqaga chiqqanda Oybekizdan ko'rib aloqa qilyapmiz, hech esdan chiqmasin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar akalar. 123 chiqdi bo'ylari. Kichik narsa emas. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ko'rganda ko'rishguncha deymiz. Aytilmagan ma'lumotlarni telefon orqali so'rab olaverasizlar. Sog' bo'linglar.